Elnuri shalguli guruchidan 1 kilogram atrofida guruchni suv bilan pokiz yuvgandan keyin ilmon suvga chilab qo'yamiz. Piyoz, qizil, seriq sabzni qalamchi qilib to'g'rab olamiz. Go'shtni yog'oqcha o'g'lig'ida to'g'rab olamiz. Elnuri tunji siqim birindalik organik zig'ir maydin 180 gram atrofida qozon quygandan keyin yog' qizganda go'shtni solib sarg'ayib qo'yamiz. Arqadan piyozni solamiz. Obdan qurib olgandan keyin 30 gram atrofida suv sepib qizil seriq sabzini solamiz. Obdan yaxshi aralashtirib qo'yib olamiz. Sabzni obdan qo'yib olgandan keyin 1000 ml atrofida suv quyib 30 gram oq shakar solgandan keyin tuvoqni yetib 3 minutdan 5 minutgacha qaynatib olamiz. Sho'rp qaynab tayyor bo'lgan joyga bir chumchuq sho'rpasini ayrim elib ustiga zir solamiz. Arqadan tayyor bo'lgan guruchni sabzining ustiga solib 8 minut atrofida dumlab olamiz. 8 minut to'shqandan keyin biz evagan sho'rpasini ustiga osti qo'yib yana 5 minut atrofida dumlaymiz. Vaqt to'shqandan keyin guruchni takshi aralashtirgandan keyin ustiga zira, ovqat sepib, yana 10 minut atrofida dumlab olamiz. Mana o'xshagan palorimizmi tayyor bo'ldi. Endi taqsiga kelib iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Siz uyingizda sinab ko'ring. İşletken materyallarını başpetga esib qo'ydim. Kirib